Qurbonliq va uning hukmi. Abduri Muhammad Yusuf. Qurbonliq Qurban hayit kunida Alloh taolaning roziligiga erishish yo'lida bo'g'izlanadigan qo'y, o'chka, kala, to'yga qatorliq chorvalarni ko'rsatadi. Qurbonliq qilish dinimizda buyurilgan ibodatlarning biri bo'lib, Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga Rabbing uchun namoz o'qig'in va qurbonliq qilg'in deb buyurgan. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarni qurbonliq qilishga buyurib, ey insonlar, har bir oila yilda bir mol, qo'y yoki o'chka qurbonliq qiladi deb ko'rsatgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom munguzlik oq ikki qo'chqorni o'z qo'li bilan bo'g'izlab qurbonliq qilgan. Payg'ambar alayhissalomning har yili qurbonliq qilganligi haqida hadislar kelgan. Allam ibn Baz fatvosida mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom har yili ikki qo'chqor qurbonliq qiladi. Birini o'zi va oilasi uchun, yana birini ummat uchun qiladi. Qurbonliqning eng azi bir qo'y yoki bir o'chka. Ko'pining cheki yo'q. Qanchalik ko'p mol qurbonliq qilsa, shunchalik savob bo'ladi. Qurbonliq qilishning hukmi. Shafiy, Maliki va Hanbali mazhablarida qurbonliq qilish ta'kidlik sunnatdir. Bu mazhablarga asosan mol sotib olg'ili puli bor turuqliq qurbonliq qilmagan ayblandi. Ammo Hanafi mazhabida qurbonliq qilishning hukmi vojibdir. Buning asosan mol sotib olg'ili yetarlik puli bor turuqliq qurbonliq qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Chunki u vojib bo'lgan bir amalni uzrsiz tark etgan bo'ladi. Vacib, Qur'on Karim dalillari bilan isbotlangan bo'lsa-mu, shu masliga nisbatan dalalati keskin bo'lmagan oyatlar va g'ayri mutavattir Muhammad alayhissalomdan kelganligi bir yoki ikki sahoba tarafidan rivoyat qilinganligi sababli keskin dalil isbotlar qatoridan o'rin ololmagan hadislar bilan bekitilgan amallar deganlik bo'lib, farzdan bir daraja tuvan turadi. Sünnet Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ның sözleri, iş faaliyetleri, amel ibadetleri ve başkalardan sadır bolgan işlerden şeriatga uygun kildiganlıklarını muvafiq görgenleri demektir. Sünnetning yana bir ma'nisi Peygamber Aleyhisselam farz, vacib amallarning sirtida qilgan va bizni qilishga tavsiya qilgan ibodatlardir. Sünnet ikki turlik bo'ladi. Ularning biri ta'kidlik sunnat, yana biri ta'kidsiz sunnatdir. Ta'kidlik sunnat Payg'ambar alayhissalom hamisha o'rindashga odatlangan va uzrsiz qat'iy tark etmagan amallar demakdir. Masalan, 5 vaqt namozining sunnatlarini o'qish, tahoratda misvoq qo'llanishga o'xshash amallar. Ta'kidlik sunnat bo'lgan amallarni o'rinlagan kishi savobga erishadi, tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Biroq Allah'ның kayışıga uchrash xavfi bor. Ta'kidsiz sunnat Payg'ambar alayhissalom o'rindashga odatlanmagan bo'lib, gohida o'rinlagan, gohida uzrsiz tark etgan amallar demakdir. Masalan, asr namozining farzdan burunqi 4 rakat sunnatni o'qishga o'xshash amallar. Ta'kidsiz sunnat mustahab deb atildi. Ta'kidsiz sunnat bo'lgan amallarni o'rinlagan kishi savobga erishadi, tark etgan kishi gunohkor bo'lmaydi. Allah Taala'nın kayışıga uchurmaydi. Qurbonliqning turlari. Dinimizda 6 turlik qurbonliq bor. Ular munolar. Birinchi, hojilarning haj faoliyati ichida qildigan qurbonliq bo'lib, hadiya deb atildi. Bu xil qurbonliq hojilardan haj tamattu yoki haj qiron qilganlarga vojib bo'ladi. İkinci, haj yoki umr qilganlarning ihrom ichida o'tkazgan xatoliqlari sababli belgilanadigan qurbonliq bo'lib, u dam deb atildi. Uchinchi, Qurban hayit kunlarida qo'lida bor kishilar qiladigan qurbonliq bo'lib, u udhiya deb atildi. To'rtinchi, Alloh yo'lida atib etgan qurbonliq bo'lib, uni o'rindash vojibdir. Beshinchi, yangi tug'ilgan bola uchun kesiladigan qurbonliq bo'lib, aqiqa deb atildi. O'g'il bovoq uchun 2 qo'y, qiz bovoq uchun 1 qo'y bo'g'izlab peqirlarga tarqitib berish yoki ularga ziyofat berish sunnatdir. Payg'ambar alayhissalom shunday qilishga buyurgan. 6. Savob tepish niyati bilan kesiladigan ixtiyoriy qurbonliq bo'lib, nafla deb atildi. Qurbonliqni kimlar qiladi? Qurbonliqni hojidan eshib turgan iqtisodi bor kishilar qiladi.
Ya'ni, bu qurbonlik o'zining va o'z kapolat ostidagi kishilarning chiqimlaridan eshib turadigan iqtisodi bor kishilarga buyurilgan bo'lib, hojatidan eshib turadigan pul meli bo'lmagan kishilarga qurbonlik qilish vojib yoki sunnat emas. Qurbonlik qilinadigan mollar va ularning sifati. Qurbonlik qilinadigan mollar qo'y, o'chka, kala va to'ga. Qurbonlik mollarning yosh va sifat o'lchami tuvandikicha. 1. Qurbonlik qilinadigan mollarning har qanday bir kasallikdan, yuqumlanishdan sog'-salomat bo'lishi. 2. Qurbonlik qilinadigan mollarning ko'rliq, to'kurliq va qattiq o'rg'liq qatorliq har qanday bir ayib nuqsondan sog'-salomat bo'lishi. 3. Qurbonlik qilinadigan mollardan qo'yning 6 oylikdan cho'ng, o'chkining 1 yoshdan oshgan, kalaning 2 yoshni tugatgan va to'gining 5 yoshdan oshgan bo'lishi shart qilindi. Bir qo'y yoki bir o'chka bir odam uchun kifoya qiladi. Bir kala yoki bir to'ga 7 odam uchun kifoya qiladi. Ya'ni 7 kishi birlashib bir to'ga yoki bir kala qurbonlik qilsa, ular qurbonlik qilgan hisoblandi. Qurbonlik qilishga yarmaydigan mollar tuvandikilar. 1. Kesel yoki yuqumlangan hayvon. 2. Bir yoki ikkili ko'zi ko'r hayvon. 3. Quloq yoki quyruqning yerimdan ko'proq kesib etilgan hayvon. 4. O'ri turolmaydigan holatdagi to'kur hayvon. 5. Quloqsiz yoki quyruqsiz tug'ilgan hayvon. 6. Tishlarining ko'proq tushib ketgan hayvon. 7. Qattiq o'riq hayvon. 8. Müngüzlerden biri yoki ikkilisi tüvidan kesilgan hayvon. Qurbonlikning go'shiga munosabatlik masalalar. Qurbonlik go'shini bartaraf qilish usuli. 1. Haj yoki umriga ihrom bog'lagan kishining ihromda o'tkazgan xatolik sababli uning yuklangan qurbonlikning go'shidan o'zi va oilasidagilar yemasdan hammasini Makkaning faqirlariga tarqatib berish. 2. Allah yo'lda qurbonlik qilishni atvatganlik sababdan qilingan qurbonlikning go'shini qurbonlik qiluvchining o'zi va oilasidagilarning yeyish masalasida islom ulamolari ixtiloflashgan bo'lib, ba'zisi yeyishga bo'ldi desa, ba'zisi bo'lmaydi deydi. Chunki u faqirlarning haqqi degan. Yeyishni to'squvchilarning ra'yi faqirlarning manfaati uchun foydali va ehtiyotli hukm. Ammo yesi bo'ldi deychilarning ra'yida kengchilik ko'z tutilgan. Shunga qurbonlik qiluvchi agar faqir bo'lsa, qurbonlikning go'shidan yesi bo'ladi. 3. Qurbon hayitdagi qurbonlik udhiya. Hojlarning haj faoliyati jarayonida qiladigan qurbonligi hadiya. Aqiqa va ixtiyoriy qurbonliklarning go'shini 3ga bo'lib, bir bo'lagini faqirlarga sadiqani tarqatib berish. Yana bir bo'lagini tuqqanlar, qo'shnilar va do'stlarga, garchi ular boy bo'lsa-mu, tarqatib berish. 3-chi bo'lagini oilasida yeyish tavsiya qilindi. Agar qurbonlik qilgan odam kambag'al bo'lib, atrofdagilarning hammasi boy bo'lsa, qurbonlik qilgan milning go'shtining hammasini o'z oilasida yesin bo'ladi. Qurbonlik alohida belgilangan ibodatdir. 1. Qurbonlik qilish davomlashadigan ibodatdir. Qurbonlik qilishni mayli ta'kidlik sunnat deyli yoki vojib deyli, u Alloh taolo buyurgan, payg'ambar alayhisalom qilib ko'rsatgan ibodatdir. Alloh taolo buyurgan ibodatlarni uzrsiz tark etishga bo'lmaydi. Dinimizda buyurilgan amal, mayli sunnat yoki uningdan tuvan sanıladigan amal bo'lsin, uni o'rindashga qudrat yetadigan turib tark etish qat'iy to'g'ri emas. Qurbonlik qilishga cham yetadigan turib uni tark etish bo'lsa, Alloh taolaning amrini uzrsiz tark etganlik bo'ladi. 2. Qurbonlik qilish Alloh taolaning dinining alomatlaridan biridir. Qurbonlik qilish Alloh taolaning dinining alomatlaridan sanıldi. Alloh taolo mundaq degan: Allah'ның dininin alametlerini ulug'lash qalbning taqvoliqidandir. Sebep nimeli bolsun dinimizde buyurilgan ve keng musulmonlar arasida umumlashib kelgan ibodatlarni o'zirsiz tark etish joiz bo'lmagandek, qurbonlik qilishdan iborat Alloh taolo buyurgan, payg'ambar alayhisalom o'zi qilib ko'rsatgan bir ibodatni o'rniga boshqa ibodatlarni qilamiz deb tark etishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki har bir ibodat o'z o'rnida muhim va o'z vaqtida ahamiyatlidir. 3. Qurbonlik uning o'rniga boshqasini qilish bilan ado topmaydi. Qurbonlik qiladigan pulni jihadga yoki yo'qsillarni yo'lashga va yoki turmdagilarni asirlarni qutqizishga ishlatamiz deb qani qitib qurbonlik qilishdan iborat bu ibodatni tark etishga qat'iy bo'lmaydi. Qurbonlik qilib qon eqitish o'z oldiga muhim ibodat bo'lib, uning pulini yaxshi yo'llarga ishlatish bilan bu ibodat ado topmaydi.
Peygamber aleyhisselam cihad qılğan, yoxsullarga yardım qılğan, insanlarni qutquzgan və qurbanlıqni tərk etmey qılğan. Mücahidlarni jabduymiz yoki yoxsullarni qutquzimiz deb qurbanlıqni tərk etmegen. Çünki mücahidlarni jabduş ayrim ibadat, yoxsullarni qutquzuş ayrim ibadat. Qurbanlıq qilishmi ayrim ibadatdir. Bu ibadatlarning birini o'rindash uchun yana birini tark etish to'g'ri emas. Ammo musulmonlarning orasidagi yo'qsul kishilarga qurbonlik qilmaslikqa ruxsat qilinganligi ularga dinimiz bergan ruxsatdir. Shunga ular qurbonlik qilmaganlik sababli gunohkor bo'lmaydi. Ammo dinimiz bizga qurbonlik qiladigan pulni yaxshi yo'llarga ishlatish haqida ruxsat bermagan. Ulamolarımızmı bu haqda fatvo bermagan. Shunga biz qurbonlik qilishni iborat ibodatni boshqa ibodatlar uchun, hatto uningdan savobliroq bir yaxshi ish uchun tark etsak bo'lmaydi. Qurbonlikni yordam qilmoqchi bo'lsak, qurbonlikni qilib, uning go'shtini yo'qsullarga tarqitib yordam qilsak bo'ladi. Saudiya Arabiston hukumatimi har yillik qurbonlikning go'shtini faqir davlatlarga olib taqitib beradi. Buningda ham qurbonlik qilingan, ham yo'qsullarga yordam qilingan bo'ladi. Shunga deymizki, sabab nima bo'lsa bo'lsin, qudrati yetadigan turliq qurbonlik qilmaslik yoki qurbonlik qilmaslikqa da'vat qilish qat'iy to'g'ri emas.